Assalomu alaykum azizlar. Internetda ba'zi bir diniy ulamolarimiz tarmoqli marketingni harom deb chiqishyapti. Axir tarmoqli marketing 5000 dan oshib ketgan. Hammasi harommi? Yo'q, tarmoqli marketingning haloli ham bor. Buni ko'rib, o'rganib bilish kerak. Shariat islomiyaga to'g'ri kelsa halol. Masalan, aldov bo'lmasa, qimor bo'lmasa, piramida bo'lmasa, laxatron bo'lmasa, birovning haqqiga xiyonat qilish bo'lmasa, foiz olish yoki oluvchi bo'lmasa, ya'ni ribo. Albatta halol. Ana shunday marketing halol loyiha bizda bor. Bizning Befri kompaniyamizda bir marotaba biznes choy sotib olasiz va odam chaqira boshlaysiz. Birinchi chaqirgan hamkoringizning puli marketing qoidasi bo'yicha, ya'ni homiyining, ya'ni yelkasidagi, ya'ni imkoniyat topolmay turgan hamkoriga yordam sifatida birinchi hamkoringizning puli o'tadi. Avtomatik ravishda. Hech bir inson foiz ham olmaydi, foiz ham bermaydi. Ana undan keyin ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi chaqirgan hamkorlaringizning puli esa 100% o'z balansingizga tushadi va siz daromad qila boshlaysiz.